Tandirdan qaynoqqina chiqqan yangi uyimizda tayyor bo'ldi. 2 xona, 3 xona qilingan birinchi qavatda. Mehmonxona qismini ko'rsanglar mumkin. Dizayni juda ham chiroyli chiqqan. Mana bu yoqda oppoqgina mehki zonamiz, bu yoqda chiroyli qilib televizorlari qo'yilgan va chiroyli qilib stol zonasi ham bor ekan. Bu yoqda esa yotoqxonamiz joylashgan. Xonadonimizda smejnaya planirovka deyiladi. Двухспальный shkaflari tayyor qilib o'rnatib qo'yilgan ekan. 48 kvadrat metrni tashkil qiladi. Xo'p, mana bu joyda 3-xona sifatida detskiy xonamizda qoldirib ketilgan. Bunda ham одинарный kravat va shkaflari tayyor turibdi va oshxonamizda balkonga chiqarilgan. 1,5 ga 3 o'lchamda balkonimizda razvishnoy eshiklar bilan ajratilib, kuxnya mebellari, texnikalari bilan tayyor holatda turibdi. Xo'p, mana bu joyimizda koridorimiz, bu yoq podyezdga chiqish asosiy eshigimiz va sanuzellarimiz razdельный joylashgan. Oynalari o'zi qo'yilib ketilgan ekan. Xo'p, Chilonzor 17-kvartal 2 xona, 3 xona qilingan 48 kvadrat metr 77 ming AQSh dollari so'raladi. Kelishadigan joylari bor. Opsioniyada nomer qoldiraman. Batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.